Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli Zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimiz mebellarni olib kelib joy-joyiga qo'yib oldik, xudo xolasa. Mana kecha video yuklagandik. Xuddi o'sha ko'rinishda o'sha mebel. Ikkita odam masofada o'tib, muddatdan o'tib zakaz berganda, lekin ko'rinishi bir xil bo'lib mebelimiz yasalib qoldi. Xuddi shu ko'rinishda oldingi videoda o'sha mebelimizni joylagandik, videomizni joylab qo'ygandik. Xo'p, hozirgi turgan joyimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga qaraydi. Qaysi qishloq, qaysi mahalla aytmaysiz? Zo'rmon mahallasi. Zo'rmon mahallasi. Go'zalkent Zo'rmon mahallasiga qo'yib oldik, xudo xolasa. Ilyos akamiz xonadonlariga qo'yib oldik. Ikki og'iz mana shu Ilyos akamizdan mebel to'g'risida tafsilotlarga eshitamiz. Qanday zakaz berganini, mebel qanday chiqdi, yoqdimi, necha pulga dogovor qilgandik, necha pul zalog berganda, shularni eshitamiz. Keyin har doimgidek sizlar uchun chiroyli qilib obzorni qilib beraman. Sizlardan bo'lsa, like tugmani aymasdan hozirda o'zi bosib qo'ysanglar, bizga juda katta podpishkasi bor, xursand bo'lib qolamiz. Ilyos aka aytib bersangiz obunachilarga. Shu Zo'r mebelga qiziqib YouTube'dan ko'rdik. Shuni biz ham zakaz qildik. Ko'nglimizdagidek qilib mana o'rnatib berishdi. Rahmat, ishlaringizga omad. Shu kuningizga nasib bo'libmi? Ko'ngildagidek yaxshi sifatli qilib qurib berishdilar. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Necha pulga dogovor qilgandik? 9 million 400 ga. 9 million zalogga ham qiziq. Necha pul zalog berdingiz? $400. $400 zalog, 5 million 160 ming so'm zalog berilgan. Xudo xolasa mebelni mana chiroq olib kelib berdik. Yoqdi aka sizga? Ha, tavsiya bera olasiz, bemalol. Albatta. Bo'ldi. Aka, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Rahmat sizlarga, ishlaringizni omad ishlaymiz. Rahmat. Rahmat aka sizga. Xo'p do'stlar, ko'rdinglar mana endi shoshilmasdan qilib beramiz. Hali soatimiz erta. Qaranglar do'stlar. Ko'rib turgan mebellarda gray teksturada yasab berganmiz. O'sha xuddi o'sha aytganimdek avvalgi videomizda xuddi shu fasonda, xuddi shu materialda qo'yib bergandik. Akril material, fasad qismi, ichki qismi bo'lsa Rossiyaning Tomuski laminatdan qilib berganmiz. Kranashpan ham bor, Tomuski ham bor. Kranashpan yumshoqroq, Tomuski qattiqroq. U degani suvga pishiqroq degani. Xudo xolasa o'sha laminatdan qilib berganmiz. 100% ichini ham, tashqi qismini ham qalin lentadan qo'yib berganmiz. Polkasini qo'yinglar-da. 100% qalin lentadan qilib berganmiz bu narsamizni. U degani ichki tarafi ham, tashqi tarafi ham qalin lenta degani bu narsa. Suvga juda ham pishiq, mustahkam bo'lib ishlaydi, xudo xolasa. Smesителimiz endi bonuslarga kelib olamiz. Har bitta kuxniy naborimizda o'ziga yarasha bonuslari bor. Bizda har doim bir xil nimalar topshiriladi, bonuslar bilan topshirib beriladi. Birinchisiga keladigan bo'lsak, birinchisi smesitel, Palaman smesitel, 5 yil garantiyasi bor. Rakvina, Nemetskiy rakvina, 10 yil garantiyasi bor. Mana shu ikkalasi komplekt holatiga bonus sifatida qo'yib beriladi. Musor paqiri ham qo'yib beriladi. Musor paqir har doimgidek har bitta mebelimizga qo'yiladigan narsamiz. Bu har bitta xonadonga, har bitta ayol kishiga kerak bo'ladigan narsa. Sababi rakvinada yurgan vaqtida musor tushdi, mana shunga qo'yib bemalol mana bu dili bo'lib chiqadi. Foydalansa bo'ladigan qilib beryapmiz, xudo xolasa. Katta rakvinani o'zida 2 rakvina qismimiz o'zida 1, 2, 3 ta bonusimiz ketdi. Endi yana bonusimiz mana bu joyda mana sushulkamiz. Sushulka ham bonus sifatida qo'yib beriladi. Telefon qilgan odamga, Zo'r mebeldan chiqqan odamga deyilmaydi. Bizda har doim bir xil o'sha bonuslarimiz bor. 4-bonusimizni aytib o'tdik. Xo'p, 4-chisini aytgan bo'lsak, endi vishilka nabori bilan, komplekt nabori bilan 5-chisi mana podarkalarimiz. 6-chisiga keladigan bo'lsak, kalyonli oynamiz. Kalyonni alohida e'tiborga loyiq narsa. Sababi o'sha gaz plitada issiq narsa, misol uchun yongan vaqtida mana bu PVH plastimizga zarar yetmaydi. Hozir buni ham tushuntirib o'taman. Bu kalyonni oynamizni qo'yishimizdan maqsad birinchidan gaz plitaning orqa tarafida seli mana shu joydan shu joygacha 90 sm ga 60 sm turibdi. Artib tozalab olish juda ham oson. Yana yaxshi tarafi albatta mana bu arab yozuvida o'zimizning lotincha yozuvida Bismillahirrohmanirrohim yozuvini yozib beryapmiz. Bu har bitta xonadonga kerak. Esidan chiqmasa, yog' solishdan oldin shu so'zlarni aytadigan bo'lsa, o'sha rizqiga shayton aralashmaydi deydi. Buni kattalar yaxshi bo'ladi. Shu kalyonni oynamizni qo'yib beryapmiz. Yana bonuslarimiz ham
Bu yerga ham kaloriyni qo'yib beryapmiz. Bu kaloriyni ham xuddi shunday gaz plitadan issiq narsalarni shuning ustiga qo'yib foydalaniladi. Sabzi, go'sht to'g'rigan vaqtida ham shunga qo'yib bemalol foydalansa bo'ladi. Bu o'tda kuydirilib, o'sha issiq gradusda chiqadigan narsa, shuning uchun udarga sinmaydi. Xudo xolasa bemalol ishlasanglar bo'ladi. Buni yaxshi tarafi stol usti rossiyskiy stolishnica bo'lgan bilan 10 yil garantiya berilgan bo'lgan bilan buni ustida go'sht maydalasangiz, sabzi to'g'rasangiz, yo bo'lmasa issiq narsalarni qo'ysangiz, albatta o'sha 10 yil garantiyasi emas, bu 5 yil, 4 yilda o'zingizlar o'z xizmatini o'tab bo'lishi mumkin. Shuning uchun kaloriylardan foydalanadigan bo'lsangiz, bu 10 yil emas, 15 yilga ham даже yetishi mumkin xudo xolasa. Pichoq yopishtiriladigan magnit, pichoq naborlarni ham podarkaga, o'sha bonus sifatida qo'yib beramiz. Mana shu komplet turgan narsalarimiz ham bonus sifatida yetib keladi sizlarning uylarga. Xo'p, Pilotus обязательный bo'ladi biz ishga. Buni ham bonus sifatida qabul qilsanglar bo'laveradi. Sababi ko'p joylarda qo'yilmaydi. Buni yaxshi tarafi, kerakli tarafi, birinchidan stikka kir yog'lar to'planib qolmaydi. Mana shu farqimiz bilan stolishnicamizni stikiga. Ikkinchidan suv orqa tarafiga ketib mebelni dabdala qilmaydi, ishib ketib, yo'lmasa boshqa bo'lib uzoq xizmatini qilib beradi. Uchinchi yaxshi tarafi, ko'rinish tarafdan ham juda ham chiroyli chiqadi. Ana endi PVH Plus'imizga keladigan bo'lsak, mana shu joyimizdan shu joyimizgacha, misol uchun kafel qilardik oldin, hozir PVH Plus'dan foydalanyapmiz. Buni yaxshi tarafi, bir dona ham stik yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi, splashma holatiga stik bo'lmasdan tushgan narsamiz. Artib tozalab olgan vaqtida kafellar stik bo'ladi. Har bir 60 sm da 30 sm da stik bo'ladi. Artib tozalagan vaqtida o'sha joyda kir, yog', shunday qorayishlar kuzatilishi mumkin. Bu narsa bunaqa narsa kuzatilmaydi. Artib tozalab olgan vaqtida pokiza holatiga tozalanadi. Tortmalari polniy vakuumli sistema. Bu yerlar ham o'sha YouTube'da juda ko'pchilik ko'rsatadigan o'sha qo'lda qismaydigan vakuumli sistema. Yana aytib qo'yay, mexanizmlarga keladigan bo'lsak, mexanizmlar Samet firmaniki. Bu degani Google yozsanglar ham bo'ladi. O'zini brendi bor. O'zini ancha uriniga ega firma. Bemalol o'sha joydan ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi firma demoqchiman, xudo xolasa. Bu vakuumli sistemalarda, o'sha mexanizmlarda arzoni ham chiqib ketgan hozirgi kunda, juda ham arzon chiqib ketgan. Vitichga kerak bo'ladigan bo'lsa, yo gaz plita bitoy texnikalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, mana shu narsalarni ham, misol uchun gaz plitani 4 million atrofiga oldi deydi. Full navorotli gaz plitani bizda 3 million 550 ming so'mga beramiz. Vitichga 100 dollar atrofiga oladigan bo'lsangiz, biz bu narsamizni 900 ming so'mga beramiz. Mana bunday holatiga ishlaydi vitichkamiz. 3-oborot, 1-oborot, 2-oborot, 3-oborot. Mana bunday qilsa, masofadan ham boshqariladi, sensor bilan ham ishlasa bo'ladi bu narsamizni. Ko'rib turibsizlarmi? Yoqib qo'ydik, svetini o'zi yonib turibdi. Sensor ham masofadan boshqariladi. Bu ochib turgan joyimizga mikrolovkani mo'ljallab qo'yganmiz. Mikrolovka bemalol bu yerimizga tushadi, xudo xolasa. Ko'rib turganmevelilarda chiroyli qilib mana shu joyga maketlarini oldin yasab berganmiz. Keyin ko'rinishini xuddi shunday qilib mebelni olib kelib o'rnatib berdik. Холодильник bu yerga 5 korobka xohlagan, холодильникni 5 korobka qismiga olib qilib berganmiz. Agar холодильник, do'stlar, shuni aytib o'tay, xuddi shu holatiga qolsa, tepasiga mana bunday narsamizdan qilib bersak, bonus sifatida mana shu joyingizni 60 sm chiqarib tashlaymiz. Har bitta o'sha YouTube'da zakaz oladiganlarga o'xshab biz ham bonus qilib beramiz. Lekin холодильниgingiz shkafga olinib, korobka qismiga olinadigan bo'lsa, u joyi hisoblanib ketadi, esinglardan chiqarmanglar. Холодильникni shkafga olganimiz yaxshi tarafi, ana hozir sizlarga aytib o'taman. Mana shu joyimizdan to'g'ri burchagimizgacha mebel devorga ilinib turibdi. Shuni e'tiborga olib qo'yinglar. Bu yerga ham kirgan vaqtimizda o'ziga aytganmiz. Devoringiz qanday ushaydi, nima holatda ushaydi uni bilmadik, lekin boricha imkonimiz boricha vaziyatdan foydalanib, mustahkam qilib ilib beramiz, lekin u yog'iga o'zingiz javob berasiz. Mustahkamligiga, mana bu opaska ag'darilib ketishiga. U degani hammani qo'rqitib qo'yish emas. Bu to'g'risini aytay, haqiqatan devorga ilinib turibdi. Endi buni ichiga idish kosalarni polni tahlab bo'lganingizdan keyin mana shu vesi, mana shu joydan ana shu joygacha vesi 2 barobar bo'ladi vesi.
U deganda devorda mana shu qo'yib turishda 10 yil, 15 yil ilinib turishi bor. Imkon qadar 100% ga maksimalniy darajada mahkam qilib qotirib berganmiz. Endi bu yog'i Xudo xolasa Allohdan yaxshi ishlab beradi degan umiddamiz. Halidendi agar shkafga olinganda to ana shu joydan mana shu joygacha shkaf yasalarda halidendi baravaridan o'tardi. Halidendini shkafiga svyaska bo'lardi. Samarez bilan svyaska qilinadi. Ana shunda pastga ag'darilib ketish xavfini shu halidendi shkafi olib turadi. Buni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Keyin yana bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Yaqinroqdan ko'rsatingmi? Shu narsani aytib o'taman har bitta klientimizga. Halidendi bez korobkaga olingandan keyin iloji yo'q. Mana stikni ko'ryapsizlar. Bu yerga barmoq sig'adi. U tarafga barmoq sig'maydi. Endi bu poli qiyinchiligidan bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Yo halidendida oyog'idan bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Yana bitta narsa, mana shu joyimizda, mana shu joyimizga o'sha kengligi ketgan. Buni yopishtirib qo'ya olmaymiz. Iloji yo'q. U yoqqa ham yopishtirib bera olmaymiz. Shuning uchun mana shu joylarimizga mana shu pratik bo'lib turish uchun shkaf yasaymiz. Uni 3-4 ta oldingi videolarni ko'rsanglar, halidendiki shkaf yasagan videolarimiz bor, xudo xolasa. Xo'p, sizlarga mana shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa chiroq qilib ishlaringizni bitkazib beramiz. WhatsApp nomer, Telegram nomerlarimiz bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.